Xanjarbek senmisan? Yo'q, Qilichbek dadajon. Ya qilichmisan, pichoqmisan, kim bo'lsang ham mana qara. Xo'sh, meni vaqtim yo'q. Jeb maylashma dangal gapir. Nimaga? Voy dadajonim, boringizga shukr. Hormasdan, tolmasdan yaxshi kiyilyapsiz-a? Mana qara. Hey yo'q, bey yo'q. O'zingdan o'zing nimalar deyapsan? Qanaqa dadajon? Ha? Dadajon, xalqda bir gap bor. Yaxshi niyat yarim mol deydi. Bu yaxshi niyat qilib dadajon dedim-da. Uning ustiga qizingiz rozilik bergan. Mana men rozilik berganman. Bugun siz ham rozilik beradigan bo'lsangiz, gumura qars to'yi boshlab yuboramiz dadajonim. Men rozilik bermasam-chi? Siz rozilik bermasangiz bo'lmaydi. Nimaga? Qizingiz berganda. Tushunmadim. Qizingiz to'yga rozilik bergan, rozi bo'lgan deyapman dada. Yomon bir savol bola ekansan. Dadajon, ochig'ini aytadigan bo'lsam, menga sizni boyligingiz, amalingiz, mansabingiz umuman tariqcha, zig'ircha qiziqtirmaydi. Men qizingizni yaxshi ko'rganim uchun, sevganim uchun keldim. Oldingizga meni muhabbat yetaklatib keldi dada. Xo'p, yaxshi. Meni 3 ta qizim bor. Qaysi biriga uylanmoqchisan? Dadajon, menga farqi yo'q. Berganingizni olib beraman. Nima? Sen meni o'zingcha lo'qimoqchi bo'lding. Senga o'xshagan go'rsoqdaga beradigan qizim yo'q. Tur ko'taring. Dada, bir kayfiyatingiz ko'taraydi, bir hazillashib. Yo'q, yo'q,